Bugun O'zbekistonda biznes yuritish uchun imkoniyatlar kengaymoqda. Soliq tizimida yangilik va yengilliklar yaratilayotganligi, qolaversa, elektron to'lov tizimlarining ommalashayotgani ham odamlar uchun, ham tadbirkorlar uchun qulay imkoniyatlarni yaratib bermoqda. Ammo mana shunday imkoniyat va imtiyozlarga qaramasdan, O'zbekistonda hamon yashirin savdo va yashirin iqtisodiyot saqlanib qolayotgandek. Xo'sh, bundan asosiy maqsad tadbirkorlarda nima? Soliqdan qochishmi yoki o'zlariga qo'shimcha daromadlarni yaratish? Anxoruz bugun ana shu mavzuga ushbu reportaj orqali to'xtaladi. Tayyor bo'lsangiz, tomosha qilishni boshlang. Yashirin iqtisodiyot bu davlat nazoratidan tashqarida qolayotgan moliyaviy aylanma. Ekspertlarga ko'ra, bunday holatlar ayniqsa savdo, umumiy ovqatlanish, qurilish, transport va xizmat ko'rsatish sohalarida uchramoqda. Muammo shundaki, noqonuniy savdo orqali davlat byudjetiga tushishi kerak bo'lgan mablag' yashirin qolmoqda. Bu esa yo'llar, maktablar, shifoxonalar va ijtimoiy loyihalar uchun ajratiladigan resurslarga ham ta'sir qiladi. Yana bir muhim jihat, halol ishlayotgan tadbirkor bilan noqonuniy ishlayotgan savdogar o'rtasida tengsiz raqobat yuzaga keladi. Yashirin iqtisodiyot va naqdsiz hisob-kitoblarni rivojlantirish masalasi bugun nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy muhokamalar markazida ham turibdi. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi tashabbusi bilan tashkil etilgan Taraqqiyot nuqtasi munozara klubida ham ayni shu dolzarb mavzular muhokama qilindi. Muloqot davomida ekspertlar va soha vakillari naqdsiz hisob-kitoblarni ommalashtirish, biznes yuritishda sog'lom raqobat muhitini kuchaytirish, yashirin iqtisodiyot ulushini kamaytirishning samarali mexanizmlarini joriy etish masalasiga alohida e'tibor qaratdi. Shuningdek, biznesni soyadan chiqarishni rag'batlantirish va tadbirkorlar uchun ochiq hamda shaffof iqtisodiy muhit yaratish bo'yicha amalga oshirilayotgan choralar ham muhokama markazida bo'ldi. Ekspertlarning fikricha, zamonaviy iqtisodiyotda shaffoflik va raqamli to'lov tizimlari nafaqat iqtisodiy barqarorlik, balki adolatli biznes muhiti uchun ham muhim omil hisoblanadi. Yana bir muhim yo'nalishimiz bu o'sha xorijdan tovarlarni kirib kelishi bilan bog'liq bo'lgan masalalar. Bu o'sha import deymiz, yana xorijdan kirib kelinadigan tovarlarni o'sha noqonuniy kirib kelishi ham, bu ham yashirin iqtisodiyotda bitta tarmog'i. Shuning uchun bojxona qo'mitasi vakillariga so'z bersak, marhamat, bu borada qanaqa ishlar amalga oshirilyapti? Bizlarda mana o'zi shu 2026-yilda raqamlashtirish, shu soyadagi iqtisodiyotni ochiq olib chiqish, ularni qonuniylashtirish, legallashtirish bo'yicha olib borilgan ishlar natijasida byudjetga 1.6 trillion qo'shimcha mablag' undirildi. O'sha birinchi chorakda o'zida shu yilda raqamlashtirish, boshqa nimalarni rivojlantirish evaziga. Bundan tashqari prezidentimiz tomonidan tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash, ularga imkoniyatlar berish maqsadida bitta misolda aytaman. Tovarlarni brendiga qarab turib, stavkani pasaytirib berdi. Ya'ni o'zining brendi bo'yicha to'g'ri aniq qilishda olib kirib, o'sha brendlarni ko'rsatib qilgandan keyin, soddaroq tilda aytyapman, o'sha brendini himoya qilish maqsadida o'zi brendi bilan kelgandan keyin stavkani tushirib, o'shalarni rasmiy nima deydi, importini oshishi evaziga ham bu ko'rsatkichlarimiz ancha oshdi bu yo'nalishda. Yana muhim yo'nalishlardan bittasi bu o'sha bojxona bilan bog'liq bo'lgan, shu kontrabanda tovarlarini kirishi cheklash bilan bog'liq bo'lgan masala. Bu yo'nalishda qanaqa ishlar amalga oshirilyapti? Kontrabandaga qarshi kurashish uchun u chora qo'llash yoki boshqa qilish emas, asosiy urg'u hozirda uni o'sha soyadan olib chiqish uchun nima qilish kerakligida, asosiy uni kelib chiqish sabablarini o'rganib, o'sha bo'yicha ishlar olib borilyapti. Savdo yo'nalishi bo'yicha yana bir muhim bir qismi bor. Alkogol va tamaki mahsulotlarini savdosi bilan bog'liq bo'lgan masala hamda bu ham naqdsiz to'lovga o'tdi. Bu yo'nalishda kimda qanaqa fikrlar, takliflar bor? Avval masalan qishloqlardagi kichkina do'konda o'sha tamaki mahsulotlari borib masalan naqd pulga sotib olinganda, endi u borib oladigan, masalan zapravkaga boradigan odamni tushunsa bo'ladi.
Mashinasi bor odam o'sha kartani olish kerakligini o'sha tushundi, lekin o'sha alkogol mahsulotlari, tamaki mahsulotlarini iste'molchilari bo'ladigan bo'lsa, bu yo'nalishda qiyinchilikka uchramayaptimi yoki savdo tashkilotlari masalan uni sotishni to'xtatib qo'yish, shunaqangi holatlar bo'lmayaptimi? Men o'ylaymanki, bu borada xavotirlarga o'rin yo'q deb o'ylayman. Aynan shu tadbirkorlik subyektlari nuqtai nazaridan. Sababi tadbirkorlik subyekti foyda olishni maqsad qiladi, asosiy maqsad. U o'zini tovarni o'tkazish uchun har qanaqa yengillik, qulaylik yaratishi u tabiiy. Keyin soliq ma'murchiligi nuqtai nazaridan shuni aytib o'tmoqchimanki, shu 1-apreldan joriy qilingan, misol uchun siz aytgan alkogol, tamaki mahsulotlariga shu kassa apparati deymiz, xalqchil tilda aytadigan bo'lsak, kassa apparatida shu tovarni tanlaydigan bo'lsa va uni naqd ko'rinishda va naqdsiz degan bo'limchalar bor. Naqdni tanlaydigan bo'lsa, aynan shu tovar MXIQ kodi, mahsulot xizmat identifikatsiya kodi kiritilgan bo'lsa, bunda cheklov o'rnatilgan. Barcha shu kassa apparatlariga 1-apreldan cheklov o'rnatildi. Ya'ni sota olmaydi. Faqatgina naqdsiz ko'rinishlarni tanlasagina unda shu chek beradi va sota oladi. So'nggi yillarda yashirin iqtisodiyot ulushini kamaytirish bo'yicha qator choralar ko'rilmoqda. 2020-yilda prezidentning yashirin iqtisodiyotni qisqartirishga qaratilgan farmoni qabul qilindi. 2026-yilning 1-aprelidan esa ayrim to'lovlarni faqat naqdsiz shaklda amalga oshirish tartibi joriy qilindi. Endilikda davlat xizmatlari, kommunal to'lovlar, yoqilg'i savdosi, qimmatbaho tovarlar hamda alkogol va tamaki mahsulotlari savdosining bir qismi elektron to'lov tizimlari orqali amalga oshirilmoqda. 2030-yilgacha esa iqtisodiyotdagi yashirin ulushni sezilarli qisqartirish va naqdsiz to'lovlarni 75% ga yetkazish maqsad qilingan. Kichik biznes subyektlarining o'sishi va ularning yaxshi daromad olishlariga ko'maklashish maqsadida kuni kecha prezident tomonidan yangi farmon imzolandi. Unga ko'ra, hududlarda amalga oshirilayotgan islohotlar tadbirkorlarga faqatgina imkoniyatlar, yengilliklar yaratib berish emas, ularning faoliyatlarini qo'llab-quvvatlashdan iborat. Dastur avvalda aytganimizdek, elektron to'lov tizimlarining tashkil etilganligi bugun ham tadbirkorlarga, ham xaridorlarga chinakam imkoniyatlarni, yengilliklarni yaratib bermoqda. Davlat yashirin iqtisodiyotga qarshi faqat nazorat bilan emas, biznes uchun qulayliklar yaratish orqali ham kurashmoqda. Mehmonxona va umumiy ovqatlanish korxonalariga qator imtiyozlar berildi. Xodimlarni soddalashtirilgan tartibda ishga rasmiylashtirish, ayrim soliqlarning bir qismini qaytarish va tadbirkorlik xarajatlarini kamaytirishga qaratilgan yangi mexanizmlar joriy etildi. Maqsad bitta: biznesni soyadan chiqarish va halol faoliyat yuritishni rag'batlantirish. Ammo shuncha imkoniyat va yengilliklarga qaramay, ayrim savdo nuqtalarida yashirin savdo alomatlari hanuz uchramoqda. Bu ayniqsa nikotin mahsulotlari savdosida ko'proq tilga olinmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 246-sonli farmoniga qarab, amaldagi qonunchilik mana alkogol va tamaki mahsulotlariga qaralgan. Shu bilan snyuslar va nikpaklar kabi chekilmaydigan nikotin saqlovchi mahsulotlarni taqiqlagan. Lekin bu taqiq bozordan chiqishiga yo'l qo'ydimi deganda yo'q, chunki bu imенно yashirin bozorga o'tgan. Shu sababli bundan tashqari imенно gap katta iqtisodiy yo'qolishida ham ketmoqda. То есть davlat mablag'i mana davlat manfaatiga emas, bozorni noqonuniy foydasiga ishlatilmoqda. Shu munosabat bilan to'liq taqiqdan qat'iy davlat tartibiga solish modeliga o'tish masalasini ko'rib chiqishni o'ylayapman. Tarkib va sifatini ustida ishlab chiqish, nazoratni kuchaytirish va imенно xavfsizlik va o'sha tarkibidagi sifatini ko'rib chiqishdi. Savollar aniqlashtira qolaylik. Hozir sizdagi taklif, demak, alkogol, tamaki mahsulotlari bo'yicha qaysi biri bo'yicha? Aynan qaysi tur? Snyuslar va nikpaklar to'g'risi. Chunki ular imенно yashirin bozorga o'tgan. Bu taqiqlangan. Taqiqlanganligi uchun yashirin bozorda sotilyapti. Yashirin bozorda sotilyapti. Buni nima taklifingiz qanaqa sizni?
Taklifim nazoratni oshirish, litsenziya qilish, markirovka qildirish. Chunki baribir ham yashirin sotilayotganligi uchun. Bu iste'mol bor hali demoqchisiz. Da, Yashirin iste'mol bor. sotilyapti. Shunaqa. Buni yashirin sotish bu hech kimga foyda keltirmaydi, lekin agar buni kuchaytirilgan tartibni belgilanadigan bo'lsa, agar bu soyadan chiqishi mumkin degan fikr bildirmoqchisiz. Da. Rahmat. Nazoratni oshirish demoqchiman. Shunga. Rahmat. Yana qo'shimchalar, marhamat. Joyingizga kelib mumkin. Siz elektron nimalarni aytyapsiz, to'g'rimi? Mikrofon bering. Xo'p, elektron ham taqiqlangan-ku hozir. Taqiqlangan. O'tgan yili mikrofon beringlar. tegishli qonun bilan ular taqiqlangan haqiqatdan. O'zi ularni sotish umuman qonun bo'yicha mumkin emas. Uni soyadan chiqarishni o'zi mantiqsiz bo'lib qoladi agar bular aytayotgan narsani. Qonun bilan taqiqlangan narsani soyadan olib chiqish bu mantiqsizlik bo'lib qoladi. Uni o'sha ikkinchi bergan taklifni nazorat kuchaytirib, uni yo'q qilib tashlash kerak yoki chegaradan kirib kelishni to'xtatish kerak. Hozir bular aytmoqchi bo'lgan masalalari shunaqaki, meni tushunishim bo'yicha baribir sotilyapti-ku degan masala. U o'sha ikkinchi taklifga o'tadi-da, nazorat kuchaytirish va chegaradan kirib kelishini uni taqiqlash kerak bo'ldi. Ikkita yechimi shu nazorat va chegaradan o'sha ko'tardingiz-ku bojxonaga. Kontrabanda masalasi. Rahmat. Albatta, bular aytgan hozir keyslar bo'yicha alohida bir qo'shimcha ma'lumotlar yoki qandaydir bir masalalar bo'ladigan bo'lsa, bir biz partiyamiz orqali, fraksiyamiz orqali masalan balkim bularni balkim keyslarni bir obyektivroq ma'lumotlari bo'lishi mumkin deyman-da. Agar to'liqroq bir yozma ravishdami yoki bir biz bir aniqroq ma'lumotlarni oladigan bo'lsak, balkim bu bo'yicha shug'ullanib keyinchalik bir yozma ravishda bo'yicha bir ma'lumotlar berish mumkin. Ekspertlar fikricha, noqonuniy savdoning eng katta xavfi mahsulot sifati va xaridor yoshining nazorat qilinmasligidadir. Rasmiy do'konlarda bunday mahsulotlar odatda donalab sotilmaydi. Noqonuniy savdogarlar esa mahsulotni bittalab sotadi. Natijada aynan bolalar va o'smirlarning bunday mahsulotlarga osonroq kirib borish xavfi ortib bormoqda. Yashirin bozorda esa mahsulotlarning qayerda ishlab chiqarilgani, tarkibi yoki xavfsizlik darajasini tekshirish deyarli imkonsiz. Bugungi tadbirkorlarga berilgan imkoniyatlar Prezident farmoniga ko'ra hozir hammasi yo'lida, joyida ketyapti. Hozir har bir naqdga bor plastiklarimiz, terminallarimiz hammasi ishlab turibdi. Hozir tekshiruvlarimiz Xudoga shukr ancha kam, oldinga nisbatan ancha kam tekshirishlar deyarli yo'q. Endi markirovka tizimi sali yo'lga tushguncha ozgina qiyinchiliklar tug'diryapti baribir. Chunki sotuvchiga ham, oluvchiga ham, chunki navbatlar, qotib qolishlar, sistemada problemalar, ya'ni internetlar yaxshi ishlamasligi tutilyapti. Keyin mijozlar ham sal qiynalishlar bo'lyapti, lekin sekin-sekin yo'lga tushadi xudo xohlasa. Bu masala 2026-yilning 15-may kuni Toshkentda o'tkazilgan xalqaro ekspertlar davra suhbatida ham muhokama qilindi. Nikotin muqobillarini tartibga solishning dolzarbligi, jamoat salomatligi va iqtisodiyot manfaatlari muvozanati mavzusidagi uchrashuvda iqtisodchilar, bojxona mutaxassislari, shifokorlar, jurnalistlar va xalqaro tashkilot vakillari ishtirok etdi. Muhokamalarda noqonuniy nikotin bozori kengayishi nafaqat iqtisodiyotga, balki yoshlar salomatligi va jamiyat xavfsizligiga ham tahdid ekanligi alohida ta'kidlandi. Bugun yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashish bu nafaqat soliqlar masalasi, balki bu halol biznes, jamiyat xavfsizligi va yoshlarning taqdir masalasi. Ayni jarayonda hukumat tomonidan amalga oshirilayotgan islohotlar davlatni, jamiyatni hamda biznesni muvozanatda ushlab turishga xizmat qilmoqda. Bu orqali esa yashirin savdo va yashirin iqtisodiyotga qarshi kurash o'z samarasini ko'rsatyapti deb o'ylaymiz. Aytgancha, mana shunday jarayonlarga befarq bo'lmaslik, bu albatta millat genofondi hamda yoshlarning salomatligiga ulkan hissa qo'shadi. Anhoruzda qoling va bizni kuzatishda davom eting.